Bir qo'shnimiz bor edi. Yaxshi hamsuhbat, sokin tinglovchi, kirishimli va hamma hurmat qiladigan maqbul inson edi. Bir kuni ko'chaga chiqsam, mashinasini tayyorlayotgan, qayergadir ketmoqchi, yo'l taraddudini ko'rayotgandi. Borib asta nazar soldim. Mashinaning orqa o'rindig'ida 20 dan ortiq quti shokolad bor edi. Unga salom berib, "Yo'l bo'lsin, qayerga ketyapsiz, qo'shni?" dedim. Alik olib menga chiroyli kuldi. Tabassumining ma'nosini tushunmadim. "Menga hamrohlik qilishni istaysizmi?" dedi. "Ha, mayli, faqat uzoq joy emasmi?" dedim. "Yo'q, Xudo xohlasa kech qolmasdan qaytamiz" dedi. Ko'chamizdan o'rtacha tezlikda 40 daqiqalik yo'l yurib bir mahallaga keldik. U yerdagi uylar xaroba, nochor insonlarniki ekanligi ma'lum edi. U kishi mashinani to'xtatdi. Tushdik. Shokoladlarni oldi. Avvalgi eshikni qoqdi. Eshikni ko'pgina bolachalar ochishdi. U kishini ko'rib juda xursand bo'lib ketishdi. "Onajon, shokoladchi amaki keldilar" deb onalarni chaqirishdi. Ularga bir quti shokoladni berib, bolalar bilan ozgina suhbatlashib, ketishga izn so'radi. Ikkinchi eshikni taqillatdi. Eshikni keksa yoshli ayol ochdi. Uning haqqiga ko'p duolar qildi. "Alloh sizga jannat eshiklarini ochsin, mevalari bilan siylasin. Bolajonim, bizni eslabsiz, yo'qlabsiz, Alloh sizni siylasin, eslasin" dedi. Unga ham bir quti shokolad berdi. Iznini oldi. Shunday qilib, har bir eshikdan ayricha go'zal duo salomlar, tashakkurlar eshitildi. Shokoladlarni tarqatib bo'lib, mashinaga o'tirib, uyimiz tomon yo'naldik. Men hayratda edim. Unga, "Qo'shni, sizni Alloh yorlaqasin. Juda yaxshi ish qildingiz-da. Lekin bir savol tug'ildi. Nimaga ularga o'sha bir quti shokoladni pulini berib qo'ya qolmaysiz? Ular o'zlari bilganlaricha kerakli narsalarni sotib olishgan bo'larmidi?" dedim. Savolim ajablantirgandek u kulib yubordi. Orqa o'rindiqqa qarab, qolgan bir quti shokoladni olib menga berdi. "Oching uni" dedi. Men uni ochib ko'rdim. Uning ichida shokolad bilan birga usti o'ralgan pul ham bor edi. Hayratim yanada oshdi. "Nimaga pulni o'zini shundoqqina berib qo'ya qolmadingiz, qo'shni?" dedim. U odatdagidek kulib dedi. "Men shokoladni yaxshi ko'raman. Har kuni yeyman. Alloh taolo o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz" degan.